er xotin bir-biriga, misol uchun musofirlarga, bemorlarda haqqiga, farzand talablarda haqqiga Alloh taolodan so'rab duo qilinglar. Arafot tog'idan Xudodan so'rab duo qilinglar. Tushunyapsizlarmi? Tog'ning ekiga o toqqa qarab olib, tog'dan so'ramanglar. Xudodan so'ranglar, deyapman. Hoppa, tushunyapsizlarmi, opalar? Ha, bo'pti. Va men tushundim, nima qilsam, hinga turibsizlar-ku, demayapsizlar-da. Kam bo'linglar. Endi bu safar bizni ham umr safarimiz. Bu hayotimda birinchi marta sizlar bilan yo'liqyapman. Yana yo ko'rishamiz, yo ko'rishmaymiz. Lekin mana shu narsani men bilganligim uchun, Muhammadjon bechora bolamiz shunaqangi domla shu odamlar bilan birga bir chiqsangiz, yatta tarihlarini o'qtiruvroq gapirsangiz, o'zim ham yana esimda qolsa biror nimada o'zim ham axir odamlarga sal tushuntirgandek bo'laman dedilar. Shunaqa qilib o'zim ham endi shu bugun nasib etsa bugun erta indimmi misol qaytib ketadigan bo'lsa, menga ham armon bo'lmaydi. Xudo xolasa yerlarda yana bir bor ko'rdik, yana kelishingni Alloh nasib etsin avvalo. Lekin endi yoshimiz ham joyga yetdi. Nima ishlar oldinda bor, unisini Alloh biladi. Ana shunaqangi birodarlar, shuning uchun jon aka-ukalar, opa-singillar bir-birimizdan ham rozi bo'lib, shu bolalarni shatta qilayotgan xizmatlaridan rozi bo'lib, haqlariga duo qilinglar. Bergan pullaringga rozi bo'linglar. Mana shular Arafot vodiylari, mana shu kate turgan joylar bormi? Hammasi Arafa kunida nima bo'ladi? Chayla bo'ladi. Ya'ni palatga tikiladi, salqin bo'ladi. Har birining tagida eng kamida 40 ta odam bo'lsa, 400 ta, 500 ta, 700 tagacha odam sig'adigan joy bo'lib ketadi. Anshatlar, toratxonalar, erkak ayollarga hamma narsa mukammal ado qilinadi xizmatlar. Mana shu avtobuslar bilan hech nima emas. O odam yina tashvizi yerga tushmaydigan 4 million odam shatta bo'ladi hozir. Xizmat qiluvchi mashinalar, tez yordam, osmonda samolyot, vertolyotlar vaqt kelsa ana shu ustunlardan suv purkab turadi. Ana bunday turibdimi? Ana ustunlarda turbalar. Ashundan suv purkab turadi, havoni salqin qilgan. O 2003-yilga kelganimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Daraxtlar endi kichkina ekilgan ekan, endi hozirgi kunda yana takomillashtirilyapti. Kelajakda balki gektarlab joyda kilyonka bilan qanaqa qilib yopar ekan debman, hali kilyonka tagiga paxta ekkanimizda. Oy, 1000 gektarlab, 10.000 gektarlab joyda kilyonkada paxta ekvar deydi. Albatta ham tepasini yopib qo'ysa, zonti qilib qo'ysa ham hech nima emas. Sizlar kelinglar-chu. Rahmat, sog' bo'ling.